Nimaga odamzod shunchalik arzon narsaga oshiqadi? Menimcha, oxirgi puliga umra safariga chiqsa kerak. Bu oilaviy ibodat. Iltimos sizdan bu safarni umringizda bir marta qilayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Bunga pulni agar eng arzon turlaridan kelib aeroportda yostiq o'rniga o'sha sumkani boshingizga qo'yib o'tirgandan ko'ra, turkompaniya bergan sumkani qachon 50 boshi keladi deb o'ziga ishonchli hamda o'zini hurmat qiladigan turkompaniyalardan kelishingizni taklif qilaman. Chunki lavzida turmaydigan turkompaniyalar reklamani cho'qqisiga chiqaradi. Bor foydasini reklamaga tiqib yuboradimi bilmayman, Allohu olam. Degandan keyin eng arzon gostinitsaga borib qo'yadi. Eng arzon sifatsiz ovqatlarni beradi. Yaxshi turfirma reklamaga muhtoj emas. Sababi bitta kelgan odam qarindosh urug'iga bir-biriga etib bir-biriga ulanib ketadi zanjirga o'xshab. Siz xizmatni a'lo darajada qilib qo'ying, turfirma ishchilari. Ketiga odam armaydi. Chunki odam zotan biladi. 4 ta uyga mehmon kelsa, zo'r turfirma ekan. Bizga 50 boshi zo'r qaradi. Ovqatlari zo'r ekan, gostinitsa yaxshi ekan, umralarimizni chiroyli ado ettirishda ilmli ekan deb o'sha odam o'zi reklama qilib qo'yadi. Lekin bitta kelgan odam qaytib kelmaydi. Agar ovqat sifatsiz bersangiz, yaxshilab xizmat ko'rsatmasangiz. Undan ko'rasi kelayotgan odamlarga zo'r qarang, men aytdingiz. Odam armaydi, ketiga odam ulanadi. Chunki yaxshi narsa reklamaga muhtoj emas. Fikrlarimga qo'shilsangiz, izohlarda qoldiring. Inshaalloh xizmatinglardamiz. Umra safariga kelsanglar, inshaalloh qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.